Bugun sizlarga 2026 yilda yangilangan afsonaviy mini yuk mashinasi Chevrolet Labo haqida batafsil ma'lumot beramiz. Ha, bu aynan o'sha Labo, lekin 2026 talqini bilan yanada zamonaviy, yanada kuchli va yanada qulay ko'rinishda. O'zbekistonda kichik biznes egalari uchun eng ishonchli hamkor bo'lib kelgan ushbu model endi yangi dizayn va texnologiyalar bilan hayratda qoldirmoqda. Keling, birgalikda yangi Laboni ko'rib chiqamiz. 2026 Chevrolet Labo tashqi ko'rinishidan boshlasak, avtomobil old qismi sezilarli darajada yangilanganini ko'rish mumkin. Radiator panjarasi zamonaviy uslubda qayta ishlangan, faralar esa yanada ixcham va yorqin LED texnologiyasi bilan jihozlangan. Bamper dizayni agressivroq ko'rinishga ega bo'lib, mashinaga zamonaviy ruh bag'ishlaydi. Avvalgi modelga nisbatan kuzov chiziqlari silliqroq va aerodinamik jihatdan yaxshilangan. Bu esa nafaqat tashqi ko'rinishni, balki yoqilg'i samaradorligini ham oshiradi. Yon tomondan qaraganda, Labo o'zining ixcham, lekin amaliy shaklini saqlab qolgan. Yuk tashish platformasi keng va mustahkam bo'lib, kichik biznes uchun juda qulay. Qurilish materiallari, meva-sabzavot, maishiy texnika yoki boshqa turdagi yuklarni bemalol tashish mumkin. Orqa qismi esa yanada mustahkamlangan bo'lib, yuk ko'tarish imkoniyati oshirilgan. 2026 modelida metall sifati yaxshilangani sababli uzoq muddatli foydalanishda ham ishonchlilik ta'minlanadi. Endi salon haqida gaplashamiz. Ko'pchilik Laboni faqat ish mashinasi deb biladi, lekin yangi model ichki qulayliklarga ham alohida e'tibor qaratgan. Old panel zamonaviy dizaynda ishlab chiqilgan, spidometr va ko'rsatkichlar aniq va tushunarli. Yangi rul dizayni haydovchiga qulay boshqaruvni ta'minlaydi. O'rindiqlar yanada yumshoq material bilan qoplangan bo'lib, uzoq masofaga haydashda ham charchoqni kamaytiradi. Konditsioner tizimi kuchaytirilgan va issiq yoz kunlarida salonni tez sovutadi. Texnik xususiyatlariga to'xtaladigan bo'lsak, 2026 Chevrolet Labo yangilangan dvigatel bilan taqdim etiladi. Yoqilg'i sarfi iqtisodiy bo'lib, kichik biznes egalari uchun juda muhim omil hisoblanadi. 5 pogonali mexanik uzatmalar qutisi aniq va silliq ishlaydi. Dvigatel shovqini kamaytirilgan, bu esa haydovchi uchun yanada qulay muhit yaratadi. Tormoz tizimi takomillashtirilgan bo'lib, xavfsizlik darajasi oshirilgan. Xavfsizlik masalasida ham yangi Labo e'tibordan chetda qolmagan. Old xavfsizlik kamarlarining sifati yaxshilangan, kuchli kuzov konstruksiyasi esa zarba vaqtida maksimal himoya beradi. Ba'zi komplektatsiyalarda ABS tizimi ham taklif qilinishi mumkin. Bu esa sirpanchiq yo'llarda yanada barqaror harakatlanishni ta'minlaydi. Shuningdek, orqa ko'rish oynalari kengaytirilgan bo'lib, ko'rish burchagi yaxshilangan. 2026 yilgi modelning yana bir afzalligi xizmat ko'rsatish xarajatlarining pastligi. Ehtiyot qismlarining mavjudligi va arzonligi tufayli Labo O'zbekistonda eng tejamkor tijorat avtomobillaridan biri bo'lib qolmoqda. Bu mashina ayniqsa yangi biznes boshlayotgan tadbirkorlar uchun juda mos variant hisoblanadi. Umuman olganda, 2026 Chevrolet Labo o'z segmentida yetakchilikni davom ettirishga tayyor. U zamonaviy dizayn, yaxshilangan texnologiya, tejamkor dvigatel va mustahkam konstruksiyani birlashtiradi. Agar siz ishonchli, arzon va ko'p yillik xizmat qiladigan mini yuk mashinasini qidirayotgan bo'lsangiz, yangi Labo albatta e'tiborga loyiq. Bu nafaqat transport vositasi, balki biznesingizning haqiqiy yordamchisi bo'la oladi. Endi esa savol, siz 2026 Labo haqida qanday fikrdasiz? Yangi model siz kutgan darajadami?